Do'stlar, batareykamizni tamom yig'ib bo'ldik, opshi. Ko'rib turganingizdek, alyumin korpus, qora rangga bo'yalgan. Bu batareykamiz 72 voltga 116 ampere soat. Ko'rib turganingizdek 79 volt 5 ko'rsatib turibdi. Xullas tayyor bo'ldi. Bu batareykamiz kvadrotsiklga 25 kvadratlik kabel qo'yganmiz chiqishiga. 20 volt 16 lik 120 amperlik Anderson qo'yganmiz seri. Bu atvetkasi bo'ladi. Bu nimada turadi? Kvadrotsiklga turadi, motorga ulanadi. Buni быстросъем juda ham qulay. BMS zapuska qiladi. Mana shunday chiroyli chiqdi. Bu yerda 8 kilovat tok bor. Bemalol 3 kilovatli motorga 2 soat, 3 soat har xil minishga bog'liq. Bemalol kvadrotsiklda minsa bo'ladi. Hozir krishkasini ochib ichini ko'rsataman. Ichini ko'rish xohlayapsizmi? Sim открой. Xuddi mana ichi ochildi. Ichida qarang, 2 riyad, 1 riyadi bu tomonga qaragan, 1 riyadi bu tomonga. 2 riyad 10 tadan 20 dona yacheka bilan yiqqanmiz. Bu yerda BMS joylashgan. Maksimum 575 amper beradi 10 sekund. Постоянно 220 amper beradi. Постоянно 220 amper. Xitoyda ishlab chiqarilgan более-менее. Bunda displey o'rnatish mumkin. Temperatura datchiklari bor. Telefon bilan bo'linchi bilan qo'shib turib har xil nastroykalar qilish mumkin. 8S dan 20S gacha batareyka yig'ish mumkin bu plata zashitamizda. Qarang qanday chiroyli yig'ilgan. Har bitta simlarimiz batareykamizni последовательно har bitta plyusiga ulangan. Alyumin shinkalar bilan. Xullas, mana shunday. Endi krishkasini yopish kerak uni. Krishka qayerga ketding? Yopil. Ana, tayyor batareykamiz. Buni kvadrotsiklga o'rnatamiz.